Agar siz Instagram orqali savdo qilsangiz, onlayn yoki offlayn biznesingiz bo'lsa, mana shu video orqali sotuvlaringizni karra-karraga o'stirasiz. Sotuvlaringiz nega oshmayapti? Qayerda xato qilyapsiz? Nega ayni bitta nuqtada qotib qolgansiz? Targetingiz nega yaxshilamayapti? Marketingga tikkan xarajatlaringiz nega o'zini oqlamayapti? Mana shu barcha narsani mana shu videoda ko'rib chiqamiz va bu narsani yaxshilab o'rganib olasiz. Va mana shu 30 kun ichida sotuvlaringizni qanaqa qilib keyingi bosqichga olib o'tishni o'rganamiz. Ya'ni qanaqa sotuvlaringizni oldingi oylarga nisbatan kattaroq ob'emga olib chiqishni mana shu videoda yaxshilab bilib olsangiz bo'ladi. Men aniq bilaman, sizda mana shu muammolardan kamida bittasi bo'lgan. Birinchisi target yoqasiz, lekin sotuv yo'q. Ya'ni siz har xil target yoqlar bilan ishlaysiz yoki o'z target yoqasiz, targetga pul tikasiz, natija ko'nglingizdagidek bo'lmaydi. Yoki target yoqasiz, lillar narxi boshida yaxshi tushadi, sifatli lillar bo'ladi, savdo bo'ladi, lekin bir hafta 10 kundan keyin lillar narxi sirasi qimmatlashib boshlaydi va sifati esa tushib ketaveradi. Va mana shu narsa doim takrorlanib boradi. Bu narsa odamni ancha charchatib qo'yadi. Yoki har kuni stabil savdo qilishingiz uchun sizga stabillik kerak bo'ladi. Ana shu har kuni sizda stabillik bo'lmaydi. Masalan, bugun 100 ta lit bo'lsa, ertasi kuni 70 ta, undan keyin ertasi kuni 35 ta, 20 ta, 30 ta, 120 ta xuddi shunaqa stabillik ola olmaysiz. Mana shunaqa muammo sizda bo'lgan bo'lishi kerak. Va eng yana bitta ko'pchilik uchraydigan muammo, ko'pchilikning Instagramida direktdan narx qancha, mahsulot haqida ma'lumot bering deb ko'pchilik yozadi. 100 talab, 200 talab odam yozadi, lekin sotuv bo'lmaydi. Nimaga? Mana shu narsani bugun ko'rib chiqamiz. Prosta dialog bo'ladi, SMS yozadi, lekin o'qib turib mijozga javob bermaydi. Ularni sotuvga garantira olmaydi, ulardan pul ololmaydi. Mana shu narsani bugun ko'rib chiqamiz. Yoki bugun ko'proq sotuv qilaman deb reklama byudjetingizni oshirasiz, ya'ni misol kuniga $20, $30 target yo'qotgan bo'lsangiz, sirasi bir 60-40 qilib qo'yasiz, reklama byudjetingizni oshirasiz, lekin baribir o'sha savdoni qilasiz. Nimaga? Chunki sizda lillar narxi qimmatlashgan bo'ladi. Sirasi reklama byudjetini oshirasiz, lillar narxi ham sirasi oshib ketadi. Buni hisobiga o'sha savdoni qilasiz, eski savdoni qilasiz, lekin orada ortiqcha byudjet ishlatganingiz qoladi. Va mana shu muammolardan bittasi bo'lsa ham sizda bo'lgan bo'lsa, men va'da berib ayta olaman, mana shu barcha muammolaringizga bugun yechim topamiz. Chunki men bu muammolar bilan yillar davomida kurashib keldim, har xil narsalarni sinab ko'rdim, test qildim va orasida eng yaxshi ishlaydigan strategiyani topdim. Va ana shu strategiya bilan bugun sizlarga bo'lishaman va mana shu strategiya orqali men bitta mahsulot sotib $112,000 sotuv qildim va hozir qilib kelyapman. Buni sizlarga video davomida tushuntirib beraman. Shunchaki mana shu aytayotgan etaplarni ketma-ketilgan to'g'ri qilsangiz o'zi yetadi. Qanaqadir qolgan kitoblarni o'qib ko'rishingiz, qanaqadir biznes podkast ko'rishingiz shart emas. Mana shu etaplarni oddiy, sodda qilib tushuntirganman, chunki bu narsalarni men o'zim 4 yil davomida test qilib ko'rdim. 4 yil davomida har xil narsalarni test qilib ko'rdim. Nimadir o'xshadi, nimadir o'xshamadi. Men sizga hozir eng o'xshagan haqida gapirib beraman. Misol uchun men sizga hozir o'zim bitta kesim haqida gapirib beraman. Targetga $5,000 pul tikkanmiz. O'shandan $2,100 foyda qilganmiz. Tasavvur qiling, $5,000 pul tikkanmiz, $2,100 foyda qilganmiz. Yana bitta loyihamiz bor, unga targetga $1,200 pul tikkanman va $4,000 foyda qilganman. E'tibor qiling, bu yerda gap reklama byudjetida emas. Bu yerdagi asosiy narsa to'g'ri strategiyada, reklama byudjetida emas, reklamadagi tikayotgan pulingizda emas. Bu narsalarni video davomida ko'rib borasiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, mana $300 konsultatsiyani tekinga qo'lga kiritishingiz imkoniyati bor. Bu konsultatsiyani biznesingiz tekinga tahlil qilamiz, tekinga uni o'sish nuqtalarini aniqlab, uni keyingi bosqichga olib chiqamiz. Bugungi darsimizda rejasi qanaqa bo'ladi? Birinchidan, nimaga Instagram orqali ko'pchilik masshtabli sotuv qila olmayapti? Qayerda xato qilyapti? Nima qilsa biznesi kattaroq etapda, kattaroq masshtabli sotuvga chiqadi? Mana shu narsani ko'rib chiqamiz, o'rganamiz. Targeting aslida qanday ishlaydi? Misol mana Instagramdan soat nechida video qo'ysangiz, topga chiqadi. Mana shu narsaning qonuniyati bor. Targeting xuddi shunaqa narsa bor. Qachon target o'qishingiz kerak, qanaqa target o'qishingiz kerak, target algoritmi qanaqa, mana shu narsalarni ko'rib chiqamiz. Uchinchidan, qaysi video sizga pul olib kelyapti, qaysi sizga pul olib kelmayapti, mana shu narsani o'rganamiz. Ko'pchilik mana shu yerda xato qiladi. O'zlari 5-6 ta yoki 10 talab, 20 talab videolarda o'sha videolarga pul tikadi va pul tikanda imini qaysi video ularga pul olib kelyapti, qaysi video lead olib kelyapti, qaysi video sifatsiz lead olib kelyapti, o'sha narsani o'rganmasdan turib hammasiga pul tikadi. Bu degani pulni havoga sarflash bilan teng. Mana shu narsani bugun to'g'rilaymiz. Bu eng muhim narsalardan bittasi. O'zi mana nimaga eshitishingiz kerak? 4 yildan buyon marketing yo'nalishida ishlaydigan bo'lsam, oxirgi 3 yilda faqatgina onlayn biznes bilan shug'ullanaman. Faqatgina Instagram orqali sotuv qilishga, faqatgina shu yo'nalishga fokus berganman. Faqatgina Instagram orqali savdo qilib keldik mana shu 3 yil ichida. Shu paytgacha 200 ming so'mlik joy namozdan boshlab $200,000 kranlar, uylar, hovlilar, mana shu narsalarni sotib keldik.
Bu raqamlarga e'tibor berishingizni so'rayman. Misol uchun Instagram orqali 200 ming dollarlik narsani sotish juda ham qiyindek ko'rinadi ko'pchilikka. Imенно texnika, kran haqida gapiryapman. Bu B2B sohasiga kiradi. B2B sohasi bu juda oson emas, lekin bu narsani sotib keldik. Va o'zimning biznesim bor, o'zim brendim bor. Bitta mahsulot sotib, bitta joynamoz sotib, oxirgi 1 yil ichida 162 ming dollarlik savdo qildik. 1 yil ichida. Rovna 1 yil ichida shu savdoni amalga oshirdik. Va bu yo'lda hamma narsasi bir tekis silliq ketmadi. Qanaqadir joyda hozir joynamoz haqida gapiryapman. Qanaqadir joy keldi, o'sha odamlar joynamoz olib bo'ldi, o'sha sota olmaymiz, o'sha bozor to'yini bo'ldi, o'sha bu narsani sota olmaymiz degan har xil fikrlar, har xil to'siqlar uchradi. Lekin hammasini yengib, nishamizni to'g'rilab, yo'nalishimizni o'zgartirib, takliflarimizni to'g'rilab sotib keldik. Va hozir ham bu narsani sotib kelyapmiz. Bu narsa hali ham to'xtab qolgani yo'q. Va mana shu oxirgi 1 yil ichida targetga o'zim 100 ming dollar sarfladim. O'zim biznesimda loyihalarni общий 100 ming dollar sarfladim. Endi tasavvur qilib ko'rishingiz uchun 100 ming dollar sarflaganingizdan keyin sizda bir targetni sinab ko'rmagan usulingiz bo'lmaydi. Hamma usulni sinab ko'rasiz. Unaqasiga ham, bunaqasiga ham yo'q ko'rasiz. Va men bu gaplarni men o'zimdan qanaqadir kitoblarda, qanaqadir kurslarda olib gapirayotganim yo'q. Men как положение aniq mana shu 100 ming dollar ishlatganimda har xil usullarni tez qilib sinab ko'rdim. Va hozir bitta strategiyani topganman. Aynan o'sha strategiya o'zi hamma loyihalarni ishlayapti. O'zimning biznesimni ham, hamkorlarimning loyihasida ham ishlayapti. Va sizlarga imенно shu narsani o'rgataman bugun tekinga. Va hozir darsimizning eng muhim, eng qiziqarli joyiga keldik. Mana shu qismini yaxshilab ko'ring. Kerak bo'lsa, oldingizda daftar ruchka bo'lsa bilan yozib oling, chunki 100%, 101% sizga foydasi bo'ladi. Birinchi bo'lib tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, hammaga sotamiz deb hech kimga sota olmaymiz. Ya'ni bizning reklamamiz hamma uchun bo'lmasligi kerak. Mana shu narsani biz yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Men misol qilib beraman sizlarga, o'zimda hozir ham sotishadi. Mana shu massaj apparat bor. Bu massaj apparatni narxi hozirda 110 ming, 120 ming, 130 mingga sotishadi. Hozirgi narxi. Biz buni o'sha paytda 34 dollar sotganmiz. O'sha paytda ham xuddi shunaqa narx edi. 120 ming, 200 ming, 250 ming sotishadi bu narsa. Va biz uni bunaqa narxga sotganmiz. Biz o'sha paytda bitta strategiya qilganmiz. Aynan o'sha strategiya orqali 2,5 oy ichida 1200 ta sotganmiz o'sha massaj apparatini va 40,800 dollarlik savdo qilganmiz. Mana 2,5 oy ichida. Biz Xitoydan u apparatning narxi kirib kelishi bilan 6 dollarga tushadi. Hamma shu 5-6 dollar atrofida oladi. Biz Xitoyga 7 dollar to'laganmiz. Sababi u bizga o'zimizdan brenddan chiqazib beradi. Ya'ni o'zini brendi bilan emas, salgina ajralib turishi uchun upakovkasini qadoqlashi narxi 1 dollarga qo'shiladi. Ya'ni biz 7 dollarga O'zbekistonga olib kirganmiz. Undan so'ng biz nima qilganmiz? O'zimiz alohida o'sha nom bilan, o'sha brenddan sayt qilganmiz va saytda imенно o'shani sotganmiz. Qanaqa sotganmiz degan savolga bitta narsani tushuntiraman. Imенно mana shu massaj apparat uchun kim ko'proq mana shu massaj apparat uchun haq to'lay oladi degan savolga biz yechim qidirganmiz. Javobi hozir sizlarni hayratda qoldirsa kerak. Biz hammaga sotmaganmiz. Yuqorida aytganimdek, hammaga sotmoqchi bo'lsangiz, aslida hech kimga sota olmaysiz. Siz o'ylaganchalik wow degan natija olmaysiz. Bunaqa katta natija bo'lmaydi. Biz faqatgina homilador ayollar va tug'ruqdan keyingi 6 oylik onalarga sotganmiz. Nimaga? Chunki homilador ayollar 9 oy davomida farzandini o'zini qornida ko'tarib yuradi, doimiy ularda bel og'rig'i bo'ladi. Ko'tarib yuradi, qo'lda boshqa bo'ladi va ya'ni ularning yelkasi, bo'yni, qo'llari doimiy og'riqda bo'ladi. Mana shu 80%, 85% bu statistikada ham bor. Onalarda mana shu muammolar bo'ladi. Va ular o'ziga qanaqadir shifoxonaga bora olmaydi, qanaqadir massajistga bora olmaydi, qanaqadir o'zi uchun, o'zining sog'ligi uchun vaqt ajrata olmaydi. Chunki kechqurundan farzand yig'lab chiqadi, ertalab unga qaraydi, oilasini ishlari, ro'zg'or ishlari xolos doimiy band bo'ladi. O'zining sog'ligiga 30 daqiqa vaqt ajrata olmaydi. Biz ularga faqat mana shu 30 daqiqa vaqt sotganmiz. Tushunishingiz uchun biz mana shu massaj apparatni homilador ayollarga va tug'ruqdan keyingi 6 oylik onalarga mana shu apparatni olasiz. Biz ularga qanaqa taklif qilganmiz? Homilador va yosh onalar uchun shifokor tasdiqlagan va kuniga 30 daqiqa o'tirgan holatingizda mana shu apparatni ishlatasiz va belingizdagi, qo'lingizdagi, yelkangizdagi og'riqlar qoladi. Va mana shu taklif bilan chiqqanmiz. Faqatgina mana shu taklifda sotganmiz. Va bizning auditoyoramiz O'zbekiston sharoitida 23 yoshdan tortib to 35 yoshgacha bo'lgan ayollar edi. Shu auditoriyaga 1200 ta sotganmiz. Ya'ni biz hammaga massaj apparat olinglar, chegirma qildik, sifati yaxshi deb sotmaganmiz. Undan qilsak o'sha uzumchilar bilan bir xil qolardik. O'sha uzumdagi 200-300 ming so'mlik segment bilan bir xil insonga sotishimiz kerak edi. Biz 34 dollarga sotganmiz. Tasavvur qiling, uzumda 150 ming, 200 mingga sotayotgan paytda bir-biriga raqobat qilib, boshqa qilib sotayotgan paytda biz bemalol 34 dollardan 14 kunlik garantiyasi bilan sotganmiz. Bitta mijoz narxi bizga 6 dollardan tushgan. Ya'ni men bilaman, men targetga 6 dollar pul tikaman, mendan bitta inson sotib oladi.
Ya'ni men agar 12 dollar pul tiksam, menda 2 ta mijozga sotib oladi. Men 100% bilaman. Mana shu narsa orqali biza sof foyda qilganmiz 25200 dollar. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni biza bilganmiz nimaga pul tikyapmiz, qancha qaytib keladi, hammasini test qilib, o'lchab, imminni как положим siz raqamlari bo'lgan. Biza taxminan mana shu pulni tikib ko'rsam savdo yaxshi bo'lsin degan qanaqadir taxminlar bo'lmagan. Biz hammasini aniq o'lchaganmiz boshida. Ya'ni raqobatchilar 150 ming, 200 mingdan sotib, narx siyosat qilib, bir-biri bilan mana shunaqa qilib qo'ygan joyda biz 1234 dollardan sotdik. Nimaga? Bizda qimmat bo'lsa ham odamlar uni ko'rib turib, bizdan apparatni, massaj apparatini sotib olgan. Chunki biz onalarga qanaqadir apparat sotmadik. Biz ularga sog'lig'ini qaytardik. Biz ularga 30 daqiqa hayotidan vaqt ajratib berdik. Ular klinikaga, shifoxonaga borish shart emas, ular beridagi og'riqni qoldirish yoki qo'lidagi, bo'ynidagi og'riqni qoldirish uchun klinikaga, shifokorga borish shart emas. Chunki kimdir u narsaga vaqti bor, kimdir vaqti yetmaydi, kimdir vaqti bo'lsa ham sharoit to'g'ri kelmaydi, har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Biz ularga mana shu muammolarni hal qilib berdik. Va hozir yana sizlarga bitta biznesimni razbor qilib beraman. Oxirgi 1 yil ichida 112 ming dollarlik savdo qildik mana shu joynamoz sotib. Tasavvur qiling, joynamoz narxi 200 ming, 300 minggacha bor, 200 ming, 300 ming atrofida. Biz shuni 1 yil ichida 112 ming dollarlik savdo qildik. Va aynan shu 1 yil ichida oxirgi 6 oy qismida sotuvlarni rovno 2x ga oshirdik. Bu 2x og'izda shunchaki 2 oson bo'lib chiqadi, lekin u narsaning ortida ancha mehnat yotadi. Buni siz ko'rib chiqishingiz mumkin. Instagram e'tibor qiling deb yozsangiz chiqadi. E'tibor qiling deb yozsangiz, shu bizning reklamlarimiz, bizning joynamozlarimizni ko'rishingiz mumkin. Hozir ham imенно shu joynamozni arzon narxiga sotadiganlar juda ham ko'p, bitta emas, juda ham ko'pchilik imенно shunaqa joynamoz sotishadi, lekin biz o'sha boshida necha pul o'sha narx chiqazgan bo'lsak, hozir ham xuddi o'sha narxda sotib kelyapmiz. Nima uchun? Chunki biz hammaga sotmaymiz. Bizning o'zimizning auditoriyamiz, bizning o'zimizning segmentimiz bor. Endi sizlarga o'zimni bitta mijozimda qilgan kesim haqida gapirib beraman va bu loyiha bilan hozir ham ishlab kelamiz. Bu Grand Track loyihasi. Bu yerda biz faqat texnikalar sotamiz, qurilish texnikalari, fermaga, boshqa joylarga kerak bo'ladigan texnikalar sotamiz. Eng arzon texnikaning narxi 20-22 ming dollar atrofida bo'ladi, ya'ni Carmixlar narxi. Eng qimmat texnikalar narxi esa kranlar, ya'ni 200 ming dollar, 180 ming dollar va modeliga qarab 220 ming narxi plyus-minus o'zgarib turadi. Va biz bularda har oy stabil savdo qilamiz. Oddiy Instagramni tasavvur qilishingiz uchun 180 ming, 200 ming dollarlik kranlar sotib kelamiz. 20-25 ming dollar atrofida turadigan Carmixlarni ham sotib kelamiz. Va hattoki Grand Track deb yozsangiz hozir chiqmaydi, chunki akkauntimiz yaqinda blok bo'ldi. Grand Track rasmiy deb yozib ko'ring, Instagramda chiqadi. Yaqinda bu profil ochdik. Profilimiz 40 mingtaga yaqin obunachisi bor edi. Profilimiz blok bo'lgan bo'lsa ham yangi profil ochdik. Qanaqadir bizda hozir katta obunachimiz yo'q, katta auditoriyamiz yo'q, lekin savdoni tushirmadik. O'sha stabil savdo qilib kelyapmiz. O'sha Instagram orqali. Misol bahona qilsak bo'ladi, qanaqadir ba'zilar bahona qiladi, men Instagram blok bo'lib qoldi, endi oldingizdek savdo qila olmayman deb o'ylaydi-yu. Aslida unaqa fikr xato. Chunki mana shu Grand Track misolida sizlarga tushuntirib beryapman. Va bunaqa kesadan bir nechtasi bor. Men imенно sizlarga bu 3 tasini aytib berdim. Nima uchun? Chunki 200 ming so'mlik joynamoz qayerda-yu va undan 1 yil ichida 112 ming dollarlik sotuv qayerda. Yoki imенно 2,5 oy ichida hamma 200 ming, 250 ming, 150 ming sotib turgan massaj apparatini 34 dollardan 2,5 oy ichida 1200 ga sotish qayerda. Ya'ni bu degani 40 ming 800 dollar degani 2,5 oy ichida. Yoki Carmix narxi 20 ming, 22 ming, 22,5 ming brendiga qarab o'zgaradi narxi, ya'ni kubiga qarab, undan 67 ta sotuv qayerda 1 oy ichida. Yoki 1 oy ichida 200 ming, 180 ming dollarlik 12 ta kran, 12 dan ortiq kran aslida sotish qayerda? Misol uchun bu narsalar qiyindek ko'rinadi, lekin o'sha strategiya bilan imенно bitta nisha tanlab, o'sha nisha orqali sotish bilan bu narsa oson. Mana shu nisha orqali sotsa bo'ladi. Ya'ni siz hammaga reklama qilmaysiz, hammaga sotmaysiz, imенно bitta nisha tanlab, imенно o'sha nishaga sotasiz. Buni eng yaxshi joyi siz qanaqadir chegirma qildim, olinglar, qo'yinglar, sifatli, garantiya bor, 3 yil kafolat bor degan takliflar bilan sotmaysiz. Chunki bu takliflar hammada bor. Hamma bu taklifni bera oladi. Lekin imенно bitta o'sha hamma auditoriyani yig'isiz, auditoriyani pamla qilib bitta qilib yig'asiz-ku, ana shu yig'gan joyingiz sizga eng ko'p pul to'lay oladi. Siz imенно mana shu qismga sotasiz. Nishalashish orqali siz nereal darajada savdo qilsangiz bo'ladi. Bu narsani masalaga hozir tushuntirib berdim. Hozir yana ham masalaga chuqurroq tushuntirib beraman bu narsani. Siz ham xuddi shu strategiyani sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bu uchun nima qilasiz? Siz aynan bir sizni mahsulot sotasizmi, qanaqadir yoki xizmat sotasizmi, farqi yo'q. Sizni produktingiz uchun kim ko'proq pul to'laydi? Imенно o'sha auditoriyani topishingiz kerak. O'sha segmentni siz topib olishingiz kerak. Va topganingizdan keyin, misol uchun mana joynamozdan nima qilganmiz? Sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Joynamozda, misol biz hammaga joynamoz olinglar, sovg'a, chegirma, boshqa
boshqada sotmaganmiz. Imенно musofirdagilar. Tepada aytdim-ku, oxirgi 6 oy ichida sotuvlarimiz soni 2x ga oshgan deb. Biz nima qilganmiz? Musofirda yurgan akalarimiz ko'p, birodarlarimiz ko'p. Rossiyada, Qirg'izistonda, Amerikada, Koreyada, Germaniyada ko'p ular. Va u musofirlar ukasini tug'ilgan kuni uchun hadya olish qiyin, tanlash qiyin. Tanlagandan ham uygacha yetkazib berish qiyin. Yoki qanaqadir to'ylar bo'ladi, sovg'a salonlar bo'ladi, tug'ilgan kunlar bo'ladi. Ular uyiga yaqinlariga, sevganlariga sovg'a yubora olmaydi. Biz ularni xuddi shu muammosiga yechim berganmiz. Ya'ni ular bizga bir og'iz murojaat qiladi. Mana shunaqa manzilga shunday borish kerak deb bizga bir og'iz murojaat qiladi bo'ldi. Biz uyga yetkazib beramiz. Ular uchun bu xizmat juda qulay. Bu birinchi nishamiz. Endi ikkinchi nishamiz sevganlar urushib qolganlar ko'p. Ochiq oyni aytaman, har xil oilada har xil vaziyat bo'ladi. Agar siz sevganingizni urushib qolgan bo'lsangiz, mana shu hadyadan bitta oling degan kontent qilganmiz, degan taklif yaratganmiz. Mana shunaqa urushib qolgan, janjallashib qolgan, hali nizo kelib chiqqan, konflikt kelib chiqqan insonlarni yarashtirish uchun ham shu joynamozni olinglar, mana shu bundan yaxshi hadya topa olmaysizlar, eng yaxshi hadya bo'ladi degan ma'noda mana shuni ishga sotganmiz. Siz ham xuddi shu strategiyani o'z biznesingizda qo'llashingiz mumkin. Bu uchun nima qilasiz? Birinchi bo'lib nisha topishingiz kerak. Kim sizni produktingiz bo'ladimi, qanaqadir xizmat sotasizmi? O'sha uchun kim ko'proq haq to'laydi? Kim ko'proq pul berishga tayyor? Kim o'shan ko'proq muhtoj, kimga kerak? O'sha narsani topasiz. Endi o'zingiz biznesingizda nisha tanladingiz, nisha topdingiz. Nisha topganingizdan keyin mana shu nisha bo'yicha 20 ta, eng kamida 20 ta video olasiz. 20 ta videoni 20 xil taklif qila olasiz. Shuningizda, misol uchun bitta nisha tanladingiz, misol uchun boyaga musofir, misol joynamozni aytyapman, musofir nishasini tanladingiz, men shu musofirlarga 20 xil video qilib berasiz, 20 xil tushuntirasiz. O'zini target strukturasi bor narsani, o'zini targetni qonun-qoidasi bor, xalqaro standartlarga mos keladigan ana shu struktura bo'yicha 20 dan ortiq kontent tayyorlaysiz, reklamni matn tayyorlaysiz. 20 ta, ya'ni eng kamida 20 ta. O'sha qayta aytayapman, chunki 20 tadan kam bo'lish kerak emas. Chunki biz bu 20 ta videoga oltin nisbat strategiyasi orqali target yoqamiz. Ya'ni tasavvur qiling, 20 ta videomiz bor va biz 20 ta videoni 5 ga bo'ldik. 4 ta 5 ga bo'ldik-ku. Endi mana shu 20 ta videoni osonroq tushunishlar uchun bitta auditoriya ko'rsatdik. Keyin uni umuman boshqa auditoriya ko'rsatdik. 3 ta, 4 ta, 5 ta aytmoqchimanki, har xil auditoriya ko'rsatasiz. Birinchi auditoriya, ikkinchi auditoriya, 3-chi, 4-chi, 5-chi auditoriya ko'rsatasiz. Ya'ni o'sha 20 ta videoni har xil auditoriya ko'rsatasiz va har xil auditoriya ko'rsatganingizda 3 kun umuman targetga tegmaysiz. Ya'ni men sizga hozir qisqacha targetda qanday ishlashini tushuntiryapman. 5 xil auditoriya ko'rsatdingizmi, bu 20 ta videoyingizni 5 xil auditoriya ko'rsatganingizdan keyin 4 kun tegmaysiz. Umuman hech qayerga joyga 4 kun tegmaysiz. 4-chi kuni o'sha siz ko'rasiz. Qani qaysi videodan nechta SMS keldi? Bu SMSlardan necha sotdik? Bu SMSlar keldi, nimaga sotilmadi? Bu videodan nechta SMS keldi? Nima uchun bu video pul eshitdi-yu, lekin bizga bitta ham sotuv kelmadi? Nima uchun bu video просто так prosmotrga pul kesgan, lekin bitta ham SMS yozmadi? Полный analiz qilasizda, уже bo'ldi. Siz уже 4 kun ichida sizga aniq bo'ladi. Qaysi videodan sizga pul keldi, qaysi videodan sizga sifatsiz lead keldi, qaysidan sifatli keldi, mana shular sizga aniq bo'ladi. O'shandan keyin nima qilasiz? Bo'ldi, pul foydasi bo'lmagan videolarni o'chirasiz, foydasi bo'lgan videolarga esa o'chirganlaringiz pulini bunga tiqasiz. Tushunyapsiz? O'chirganlaringiz pulini bunga tiqasiz, o'sha siz bilasiz qaysi video sizga pul olib kelyapti, qaysi taklif sizga pul olib kelyapti, o'shani ustida ishlaysiz. Xuddi shunaqa qilib biz mana shu sotuvdan amalga oshirganmiz. Faqat shu joyda adashib ketmasligingiz kerak, chunki targetni ham xato qilib qo'ysanglar, pullaringiz yana havoga uchadi. Mana shu joyda adashmasdan videoni qayta ko'rib, o'ylab ko'rib, polni hammasini to'g'ri qilish kerak. Va mana shu yo'l sotuvlaringizni keyingi bosqichga level up qilib beradigan, katta masshtabda sotuv qilishingiz mumkin bo'lgan bitta strategiyalardan bittasi. Va bunaqa yo'llardan bir nechtasi bor. Va bu yo'lni o'zingiz jamoangiz bilan sinab ko'rsangiz, albatta men 100% garantiya beraman, o'z biznesingizdagi sotuvlaringiz oshadi. 101% kerak bo'lsa garantiya beraman. Chunki men bu narsani kimni qilgan bo'lsa, hammasiga o'xshagan. 99.99% o'xshagan. O'xshamagan hali yo'q. Agar o'xshamagan bo'lsa, qayerdadir xato qilgan bo'lasiz. Va mana shu ishlaydigan strategiyalarning barchasini o'rganish xohlasangiz, men o'zim sizlarga 1,5 oylik mentorligimni taklif qilaman. Bu mentorligim qanaqa bo'ladi? 35% nazariya va 65% amaliyot. Bu mana shu tepada aytgan, yuqorida aytgan bitta strategiya bor va bunaqa strategiyalar juda ham ko'p. Imенно mana shu strategiyalarga 10x chuqurroq kiramiz. Chuqurroq kirib, biznesingizni chuqurroq o'rganamiz, raqobatchilaringizni chuqurroq o'rganamiz, takliflaringiz ustida ishlaymiz, targetingiz ustida ishlaymiz, polni hammasini chuqurroq o'rganamiz. Shu mentorligini sizlarga taklif qilaman. Bu mentorlik o'zi qanaqa bo'ladi?
va kimlar uchun bo'ladi, men sizga hozir buni batafsil tushuntirib beraman. Bu 1,5 oy bo'ladigan mentorlikda amaliyot va nazariya hammasi bo'ladi. Ko'proq amaliyotga bag'ishlaganmiz, chunki men sizga o'rgatadigan juda ham ko'p narsalarim bor va mana shu men aytgan narsalarni, men aytgan strategiyalarni o'zingiz qo'llab, vazifalarni vaqtida bajarsangiz, men 100% va'da beraman, 101% sotuvlaringiz oshadi. 101% siz oldingi nisbatan ancha yuqori masshtab sotuv qila olasiz. Lekin prosta bu mentorlikka qatnashib, darslarni ko'rib, lekin vazifalarni vaqtida bajarmay, amaliyotda qo'llamasangiz, qanaqadir sotuvlaringiz o'zgarmaydi. Sotuvlaringiz bu qanaqa uchib ketmaydi, osmonga uchib ketmaydi. Bu sehrli tabletga qanaqadir sehrli kurs emas. Ishlaysiz, o'rganasiz, o'zingiz ishlaysiz, aytgan vazifalarni vaqtida qilasiz. Kerak bo'lsa mendan ko'proq savol so'raysiz, ko'proq o'zingiz ishlaysiz. O'shandan keyin 100% men garantiya bera olaman, sotuvlaringiz yuqori masshtabga chiqadi. Birinchi bo'lib Instagramda sotuvlarni yo'lga qo'ya olmagan insonlar uchun. Ya'ni siz Instagram offline biznesi bor, uni onlayn yutqizdingiz, target yoqib ko'rdingiz, har xil ishlar ko'rdingiz, blogerlarga reklama berdingiz, kollaboratsiyalar qildingiz, har xil ishlar ko'rdingiz, lekin ko'ngildagidek natija ola olmagan bo'lsangiz, bu kursda o'qib siz katta natija ola olasiz. Ya'ni sotuvlaringizni karra-karraga o'stira olasiz. Ya'ni stabil savdo qila olasiz. Misol uchun Instagramda ham har kuni stabil savdo qilsa bo'ladi. Mana shu narsani yo'lga qo'ya olasiz. Undan keyingisi nisha va kuchli taklif. Biz sizni biznesingizda birgalikda kuchli nishani topamiz va kuchli taklif yaratamiz o'sha nishaga. Bu orqali lillaringizdan pastga tushadi, ya'ni arzonlashadi va daromadingiz esa oshadi. Undan keyin target tizimi. Biz ana shu 1,5 oy ichida 0 dan target o'rganamiz. Va men sizlarga shunaqa narsani o'rgataman. Bir kun ichida 20-30 daqiqa targetga vaqt ajratib, o'zingiz biznesingizga o'z target yo'qotishni o'rganasiz professional darajada. Qaysi video pul tikasiz, qaysi pul tikmaysiz, buni analiz qilishni sizga o'rgataman. Va bu orqali hattoki siz keyinchalik $300, $500, $1000 target olishga pul sarflashingiz ham kerak emas. Bir kunda $20-30 o'zingiz biznes uchun targetga vaqt ajratasiz va bemalol bir kun bemalol mazza qilib olasiz. O'zingiz kimgadir iltimos qilmaysiz, kimgadir target nima bo'ldi deb qanaqadir halovatsiz yurmaysiz. Bundan tashqari lidlar bilan ishlash, sotuv skriptlari, call center bilan qanaqa ishlash kerak, kelgan lidlardan qanaqa baza yaratish kerak, kelgan lidlardan qanaqa foydalanish kerak, qanaqa organik sotuvlarni amalga oshirish kerak, mana shularni bunga ham chuqurroq kiramiz. Bundan tashqari content marketing, ya'ni organik sotuv qilishni o'rganamiz. Biz faqatgina targetga suyanib qo'yamiz. Ko'pchilik hozir mana shu yo'lga suyanib qo'ygan. Faqat targetga suyanib qoladi. Faqat target orqali sotuv qiladi. Target bo'lmasa sotuvlar to'xtab qoladi. Bizda unaqa qilmaymiz. Bizda organik sotuvlarni boshlaymiz. Ya'ni organik targetga bir tempo qilamasdan deyarli tikingga mijozlab kelamiz. Bu narsani O'zbekistonda hali ko'pchilik qilmaydi. Qilayotganlar bor, sanoqli, katta masshtabda bunaqa odamlar qilmaydi. Bundan tashqari marketing va analitika, ya'ni biz marketingni ba'ziga o'rganamiz. Ya'ni bitta mijoz narxi qancha, uni qanaqa hisoblaymiz, reklamaga tikayotgan pulimiz bizga qancha qaytib kelyapti. Общий metrikalar juda ko'p, 6 ta, 7 ta barcha metrikalarni o'rganamiz va mana shu metrikalar orqali o'zimizni biznesimizni har hafta hisoblab boramiz. Mana shu marketingda nechta metrika bo'ladigan bo'lsa, eng muhim 6 tasini o'zimizni biznesimizni har hafta hisoblab boramiz. Har oy o'zimizni biznesimizni analiz qilib boramiz. Va undan tashqari budjetni to'g'ri oshirish. Ko'pchilik, men tepada yuqorida aytdim, ko'pchilik men bugun ko'proq sotuv qilishim kerak. Davay, bugun men $20 emas, $40 targetga pul tikaman, sotuvim oshsin deb target pulni, shu budjetni shuni 2x ga o'zgartiradi, lekin ichdim o'zgarmaydi. To'g'ri, ko'proq savdo bo'ladi, lekin mijozdan narx ham bu yerda qimmatlashib ketadi. Tushunasizmi? Ya'ni o'sha savdo bo'ladi. Lider narx prosta qimmatlashadi. Mana shu narsani to'g'ri oshirishni o'rganamiz. Va yana bitta eng muhim, eng men o'zim qiynalib o'rgangan narsalardan bittasini aytaman sizlarga. Qanaqa qilib bir marta target yoqasiz va o'sha kompaniyani, o'sha targetni 6 oy, 7 oy, kerak bo'lsa 8 oylab ishlatishni o'rganamiz. Tushundingizmi? Bir marta target yoqasiz bo'ldi. 5 oydan keyin o'sha bir marta yoqqaningizni ishlatib berasiz. Bu narsani o'zining to'g'ri strategiyasi, to'g'ri usuli bor. Aynan sizga o'sha narsani o'rgataman. Oltin nisbat orqali target yoqamiz. Sizga shuncha ma'lumotlarni hammasini tekinga berdim. Bularning hammasini sinab ko'ring. Menda tushunmagan bo'lsangiz videoni qayta ko'ring. Agar sinab ko'rib biznesingiz zo'r bo'lib ketsa, men xursandman. Like bosib qo'ysangiz bo'ldi va agar bu narsalarni hammasini men bilan birgalikda chuqurlashtirib sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz va boshqa yo'llarni, boshqa strategiyalar bilan biznesingizni yanada karra-karraga o'stirmoqchi bo'lsangiz, kattaroq levellarga o'tmoqchi bo'lsangiz, mana shu mentorligimga sizlarni taklif qilaman. Mentorligimga yozilish uchun quyidagi o'sha sizlar ko'rayotgan videoning pastida silka bor. O'sha silkaga kirib o'zlaringiz ma'lumotlaringizni qoldiringlar. Men o'zim aloqaga chiqaman sizlarga yoki bizani shogirdlarimiz, menejerlarimiz sizlarga aloqaga chiqishadi yoki pastda raqamlarni ham qoldiraman. Mana shu raqamlar orqali ham to'g'ridan-to'g'ri bog'lansangiz bo'ladi. Sizlar bilan ko'rishguncha va besplatniy konsultatsiya qilib beraman degandim va mana shu besplatniy konsultatsiya mana shu silka orqali ro'yxatdan o'tgan insonlar uchun bo'ladi. Ko'rishguncha.